Sha'bon oyida qanday tarixiy voqealar yuz bergan? Sha'bon oyida albatta birinchidan qiblamizni o'zgarishligi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Makka davrida Ka'baga qarab namoz o'qirdilar. Madinaga borganlaridan keyin Alloh taoloning amri bilan Baytul Maqdisga qarab aynan o'sha Qubbatus Sahro deyiladi, o'sha toshga qarab Baytul Maqdisdagi o'sha tarafga yuzlanib namoz o'qirdilar. Bu Madinadagi holat. Ahli siyar aytadilarki 17 oyu 3 kun. Ba'zilari 16 oy, ba'zilari hatto 18 oy deganlari ham bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalam mana shu holda namozlarni o'qidilar. Illa qarang, oyat karima nozil bo'ldi. Baqara surasini 144-oyatida A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق الله العظيم. Bu oyat karimada tilovat qilindiki qad nara taqalluba wajhika fis sama. Gohida osmonga yuzingizni burib, boshingizni ko'tarib, ulamolar aytadilarki, payg'ambar alayhissalatu vassalam hatto o'sha namozda turganlarida boshlarini tepaga qilib yuzlarini osmonga yuzlantirar ekanlar. Nega? Qiblani o'zgarishligini umid qilib, uni vahiysi tushsin deya. Qarang, qalblarini Alloh taolo ko'ryapti. Qalblarida qiblani o'zgarishligi, ya'ni o'zlari xohlagan qibla bu Ka'ba, bu Makka. Mana shu holatni Alloh subhanahu va taolo o'zi ko'rib turganligini aytib, oyatni juda ham bir go'zalligi, payg'ambar alayhissalatu vassalamga Allohning muhabbati, oyatni qarang, eshitingki, falan walliya wajhaka qiblatan tardaha. Qiblatan tardaha ya Rasululloh. Siz o'zingiz rozi bo'ladigan qiblaga biz sizni yuzingizni burib qo'yamiz deyapti. Va shu holat bo'ldi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Bani